Assalomu alaykum kuzatuvchilar, mana sigirlarning dahshatlari kelgan. Ikkinchi bolasi g'unojincha. Hajjanavar. G'unojinchani tomosha qilinglar, narxi 31 million. Qip-qizil chilonda chiste eston paroda sigirimiz kelgan. Mana sog'lishlariga umuman ishi yo'q, injiqligi yo'q. Nasib bo'lsa 20 ta 30 ta sutni beradigan xillardan kelgan. Taglari zo'r, mana. Bolachasiga qaranglar, 20 kunlik g'unojincha. Baho beringlar, mana sigirni o'zi. Mana sigirni o'zi, yoshligini ko'ringlar buni. Jasadi dahshatli darajaga jasadi. Mana sigir. Mana g'unojinchasi. Tomosha qilgan tetikligini ko'ryapsizlar, chisti eston. Mana sigirni o'zi. 31 million so'm. Barakasiga o'tib beriladi. Mana ikkinchi sigirimiz. Mana ikkinchi sigirimiz ham hajjanavar, bolasi g'unojincha. Mana sog'lishlariga e'tibor qilinglar buni. Mushlab sog'laydigan xillardan kelgan. Mushlab. Taglari dahshat. Mana g'unojincha bolasi. 1 oylik bo'lgan g'unojinchasi. Tetik. Jasadi zo'r sigirni. Qip-qizil chilonday sigir. Narxi 25 million so'm. Barakasiga o'tib beramiz. Mana bu uchinchi sigirimiz, mana sigirni ko'ringlar. Jasad zo'r, badani zo'r, taglari dahshat mana. 4 ta yilidan ham bir xil keladi. Toza tug'gan xillardan kimga kerak? Toza tug'gan mana. 5 kunlik g'unojinchasi. 5 kunlik olib bolasi. Mana sigirni o'zi qarri sigir emas. Bemalol kelib, ko'rib olaverasizlar. Taglari zo'r. Mana sonari hajjanavar. Mana sigirlar rasprodaja sigirlar. Bo'g'oz desalaringiz bo'g'oz xillaridan ham bor mana. G'unojin deysizlarmi? Sigirlardan deysizlarmi? Hamma xillaridan bor. Mana sigirlarning zo'rlari avval bizaga. Mana bolalari. Mana g'unojinchani tomosha qilinglar. Korobkacha sigirni o'zi ham. Bu sigir alohida tema. Mana bu oldagi bolasi. Mana bu o'lni past ochiqlikka yuritdi, baliqchaday bo'lgan. Toza tug'gan sigirimiz. Kelib olaverasizlar. Toza tug'gan sigirimizning narxini 24 million so'm, rasprodaja. Mana toza tug'gan sigirimiz, kindikchalik ko'ryapsizlarmi? Tushunadigan odam biladi kindiklik qanaqa sigir bo'lishini. Mana sigirimiz. Bu ikkinchisi mana. Hajjanar sutxonalariga qaranglar sigirlarni. Mana bolasi g'unojincha. Mana uchinchi sigirimiz mana. Sizlar uchun alohida partiya keldi. Buxoro shahar Shofirkon tuman sentriga joylashgan molxonamiz.